Assalomu alaykum qadrli Parvoz aka ukalar. Bizni yaqindan kuzatib turayotgan obunachilarimiz, hammangizga assalomu alaykum deb bugungi Qo'rg'ontepa parranda bozoridan bir yaxshi arzonni boshlab qolamiz. Sizlar bo'lsa videomizga like bosib, xato va kamchiliklar bo'lsa kommentariy yozib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan so'rab qolamiz. Nima bo'lsa biz videoni boshladik. Sizlar bo'lsa like qilib qo'ying. Assalomu alaykum tog'. Qancha deyapsiz so'rasiz? 500. Biraz beş, makine çok olur zayi. Makine 250. Makine 200. Nasıl kadar yok ya? O zaman sıra gençler. Çocuk olacak. Age? YouTube'ga mı? YouTube'da var ya. Kaçadan diyorsan ben yollar. Ben yollar kaça diyorsan. Narxni bitta aytib ko'ring, YouTube'ga chiqaryapti. Yo'qoladi. Ko'ryapti. 200 mingdan. 200 mingdan. Xo'razichi aka? 400 mingdan. Xo'razi 400 ming. Zikkalarga ukalar. Bozor juda ham gavjum ukalar. Biroz juda ko'paygan. Ikki qism olib qo'yishimiz ham mumkin videoni. Videoni ikkita qismga bo'lib chiqaramiz. Hozir like'lar bosib sizlar mazza qilishinglar uchun video ishlayapmiz ukalar. Like'lar bosib qo'yishni unutmaysizlar. Qanchaga bu xo'roz? 700 ming. 200 ming? 700. 700. Qancha deyapsiz buni? 1 million kam. 1 million kam bor. Bunları da tananarsa yani ko'rib turibsizlar. Böyle uruş bitmez. Qancha deyapsiz aka? 500. 500 ming. Oy qanchada chiqdi? Cho'jagan. Ha, yozgi. Yozgida. Zo'r cho'jagan. Ko'ramiz qolay. Bunisini qancha deyapsiz? Nanga qancha ekan tog'a sizlarmi? 100 mingga bo'lam. Qancha? 300 ming. Qo'lingizga urasiz, tog'a qo'lingizga urasiz. 800 ming. 800 ming. Ona qilib o'ch. Assalomu alaykum. Sizlarmi aka? Qanchadan deyapsiz? Qaysi biri? Qo'yga makiylar. Yo'q, raqami TikTok. Ha, aytib ko'ring. 400 ming. 400 mingdan kam bor-da. Qo'lingizdagichi aka, qo'lingizdagi. Ayo, shu. Qancha qo'raz aka? Qo'raz 800 ming bo'ldi aka. Bunisi 500 ming-da. Ulardan tom aka. Qanchadan deyapsiz? 500. 500 dan. Qo'raz qancha ekan tog'a? 400. 400 kam bor-da. Yosh, go'dak. Ha, yosh cho'ja ekan. Qora chiroqli narsa ekan. Aka bular qanchadan ekan sizlar? Qaysi? Aytaring narxi. Qo'raz Narxini aytib berdik. 700 ming kami. Makiyonichi tog'a? Makiyon 300 ming kami. Makiyon 300 ming. Qumga yaqin. Toza narxda. Qo'raz qaysi oyda chiqadi? Yosh cho'jaga. Ular mayda oxirida chiqadi. Mayda oxirida chiqadi. Yaxshi narsa. Rahmat. Qancha deyapsiz aka qo'raz? 500 ming. Ko'p qo'raz ekan. Qancha ekan bu qo'raz? Qancha? 600 kammi bor. 600 kam bor. Oy qaysi oyda chiqqan qaysi? Martda. Mart oxiri mayda bosh. Mart oxiri mayda bosh. Ha. Yaxshi narsa ekan. Ves qancha chiqib oladi vesi? 3,5-4 kilo. Yaxshi narsa ekan mana. Makiyalar qanchalar ekan? 350 dan bermadik. 350 dan bermadik. Mo. Bular ham sizlarmi? Qo'raz 800 deyapmiz. Bular 800 kam bor. Bular hammasi bir xil narsa. Hammasi bitta oila. O'z chamingiz qancha aka chamingiz? Nech pulga berasiz? Shu 3 million atrofida bermoqchiman. Ha. Yaxshi. Uyda ko'pasmi aka, nomer aytmaysizmi? Ha? Yo'q, bitta ko'p. Bo'ldi. Nomer aytib. Bo'ldi aka. Bo'ldi. 300 ming ekan mana. Makonimiz.
Tojlari bor ekan. Zot qanaqa ekan uni? Shartmangiz aytishgan ekan. Zo'rmaygan ekan. Bollar qanaqa chiqqan ekan? Bollarni olganmiz. 5000 ekan. Yo'q, yo'q. Qancha ekan bu aka? 500 ming kami bor, zo'rmaygan ekan. Ikkala qisqada. Bularcha ekan? Ha? Bular nech pul ekan? Egasi o'ra. Bu ne egasi? O'zimniki egasi. Bular narxi qancha bo'ladi? Nech pul deyapsiz? Ha. 500 ming. O'ra, yo'qlarni so'rayapti, deb kelgan. Pastdagi rasm nima qilyapsan? Ha, to'g'ri. Molardan so'rab qo'ychi zo'rmayganlar ekan. Chiroqli narsalar ekan. Yaxshi narsalar ekan, zo'r narsa. Uyda ham bormasin bunaqa ko'p? Uyda? Yo'qotyapmiz. Yo'qotyapmiz. Ha, voy. Narxi 1 million deyapman. Cho'jaga. Avgust cho'jasida ya? Karis. Tashqarar. Qayimjon o'z degan kanal chiqadi. Ko'raverasiz. Bular qanchadan ekan, tog'a? Ha? Qanchadan deyapsiz? Narx. Egasi biladi. Ha, egasi. Bu nechta ekan? Nechta ekan? Oblaka. Yaptınızmı? Manka 300 o'rasiz. Ha? O'rasiz. Xo'roz mı? 400 veriyorsun 500 demem. Bunu otalarını zor satgan bu. Biz otalarimizni Yo, otasi sotmagan akalar. Bir çıkkana satgan. aka ukalar hozir xo'roz makonlar ko'paygan. Ko'p chiqibdi, hozir ikkinchi qismga bo'lib olishga harakat qilamiz. Ikkinchi qismda xudo xohlasa sizlarga xo'rozlar ko'rsatamiz. Ungacha like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar.